Paxa, analarımız qaçandan tartib qar chümbel bilan hazılar bo'lgan bo'lib qoldi. Gülşen Abduqodir Sahar. Xuddi dengiz suyi bir ko'tarilib, bir pasayib, tarixda nurg'unlagan g'oyib bo'lgan qavm yoki millatlarni shakllantirganiga o'xshash, Uyg'ur jamiyatida qar chümbel masalasi xuddi cho'ldagi vilvildek bir paydo bo'lib, bir yo'q bo'lib, tashqi dunyoda aran yashayotgan Uyg'ur xalqining fikr, ideya, tushunchalarini xuddi qarallik bombadek zaharlab yo'q qilib keldi. Uzun sükunatdan keyin paydo bo'lgan yana bir qar chümbel g'avg'osi davomlashayotganiga bir oycha vaqt bo'lib qoldi. Sukut qilib o'tkazib o'tishni o'ylashgan edim. Nurg'unlagan Uyg'ur ziyolilarimi qari chümbel temasiga Xitoyning qancha ming yillik tarixiga o'z yig'ida o'z kuchini qo'rish hilasi chilashgan deb qaraydigan bo'lg'achqa, bu temani to'la azvaylashning millatimizga hech qanday foydasi yo'q deb qarab, to'xtatishni qaror qilgan edi. Ammo bir qancha kundan buyon chet eldagi WhatsApp gruppalarida Turkiyada yashaydigan, o'zini diniy o'lima deb qaraydigan bir qarindoshimizning Türkiye'deki Safaköy rayonunda yaşaydigan 500'den 600 gacha bo'lgan 50 yaşdan 65 yaşgacha bo'lgan analarımızның barlığını, ularning Xitoy tarafidan kesilib ketgan bolalari va yo'ldoshlariga qarliq tutish yuzasidan qora chümbel bilan o'rindiganligi haqidagi ovozi quchori tarqalgandan keyin ajaba Uyg'urlar qora chümbel bilan qarliq tutilgan urf-odat va madaniyatga ega bir millatmidiq deb o'ylanib qoldim. Aqlimni topsam mahallimizga o'lim yetimlar, qarliqlar, poklik va samimiylikning simvoli oq rang bilan davomlashadi. Mit pokiz yuyilib, oq taka yoki oq matoga o'rilib, tog'utlarmi oq rang bilan bezilib, tuproq beshiga ilib mengiladi. Darvozaning oldida bir kishi mas'ul bo'lib, o'lim patisi kelgan erlarning beliga oq matara bog'laydi. Mehmonxona uyining eshigi oldida bir qancha xonim mas'ul bo'lib, o'lim patisi kelgan ayollarning beshiga oq daka yog'liq soladi. Urug' tuqqanlar va meyitning oila a'zolariga cho'ngroq, odatdagi yurt jamoatga kichikroq va o'tirhol holatda oq dakalar yirtiladi. Qarliqning belgisi bo'lgan oq dak yog'liqlar 7si, 40i va yilg'icha selinadi. Keyingi yillarda paydo bo'lgan terrorning belgisi, Al-Qoidaning belgisi deb qaraladigan qora rangni Uyg'urlar almisaqdan tortib o'lim yetim urf, odat, madaniyatlaridami shumliqning, qaqozg'unning, xayrsizlikning belgisi deb qarab, qarliq tutishdagi to'g'ri ranglar qatorida tanlamay kelgaydi. Keskin qilib aytganda, Uyg'ur qarliq urf-odatlari va madaniyati tarixida hech qachon qora chümbel yer ilib boqmagan bo'lib, oq bosh onlarimiz oq bulutdek, oq bosh xantangridek, oq dak yog'liqlarga o'rinib, oq bosh otalarimiz oq potalarni bellariga chang bog'lab, uyimizning to'rida o'ltirib, Barin va 5-fevral g'o'lji qirg'inchiligidek eng cho'ng qirg'inchiliklarning musibat va hozidorligini qilgan mahalla yurt jamoatni yetaklagan edi. Biz Uyg'urlar mana shunday poklik va samimiylikning arnımızın simvolu bo'lgan oq rang bilan o'zaro ichiga birlashib, yemirilib va birlashib, oq rang bilan tug'ilib, oq rang bilan o'lib, mana shunday yashab kelgaydik. Safaköyda yashaydigan u qarliq tutayotgan onlarimizning Uyg'ur qarliq urf-odat va madaniyatidan xabari yo'q bo'lg'aymidi? Qora chümbel qarlig'ini shuncha jahillik bilan Uyg'ur qarliq urf-odat madaniyatiga majburiy so'rab kirishiga harakat qilishlari va davomli qo'lg'ul temiz qilib tutib turishlarining sababi nimadir acaba? Xuddi Allah tatliq dengiz suyi bilan tuzliq dengiz suyini o'zaro aralashtirib etmagandek, har qaysi millatlarga bir-biriga hech o'xshamaydigan madaniyatlarni berdi. Uyg'ur madaniyati buning bir tarkibiy qismi. Uyg'urlar dunyoda intayin boy bo'lgan do'ppi madaniyatiga ega bir millat bo'lib, Xotan Cheriya noyasidagi xonimlar go'zal va nafs yog'liqlarining ustiga qo'ndirib olgan kichik do'ppilarimizni qo'shganda, Uyg'ur er va ayollar do'ppi turlari 100 xildan eshishi mumkin. Dünyada bundaq boy bir do'ppi madaniyatiga ega ikkinchi bir millatni uchratmoq noit tas bo'lib,
Uyg'urlar tarixda allaqachon Türk islom madaniyati, Malayziya islom madaniyatiga o'xshaydigan Uyg'ur islom bosh kiyim madaniyatini yaratib bo'lgan. Ba'zi xonim qizlarimiz qora chumbalga o'rinib bayonot e'lon qilib, shu holatining o'zini Allohga bakrak yaqinlashtirganligini bildiryotdi. Bu to'g'ri bo'lmagan, eziqtirilgan bir tafakkur bo'lib, madaniyatmi Allohning sizga bergan omonati hisoblanadi. Bu omonatni qiyomatgacha davomlashtira olmay, tashlab etib, yo'q qilib etib, qadrlamay, boshqalarning narsalarini chekirib olib, o'zingizni Allohga yaqinlashquvchi deb cho'karlasangiz, Alloh sizni qiyomatda o'z bergan omonatga xiyonat qilguvchi qatorida jazolashi mumkin. Qisqasi, qora chumbal jaholat davrini hisoblanmaganda Uyg'ur kiyim-kechak tarixida yer elib baxmagan. Bugunmi yer ololmaydi. Kelajakmi qabul qilolmaydi. Agar din bahonasida qora chumbalni majbur holda Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatiga so'qinib kirgizmoqchi bo'layotganlar, tarixdagi xatoliklarimizni qayta sodir qilishga tirishayotganlardan boshqa kishilar emas xolos. 2026 yili 12 iyul Toronto